Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Bugun 4-mart va vodiy viloyatlari uchun mo'ljallangan urug'larimiz bugun Farg'ona vodiysiga, Farg'ona viloyatiga yetib keldi. Hozir Rishton Sionda turibmiz va sizga jarayonni to'g'ridan-to'g'ri videolavha orqali ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Hurmatli hamkorlar, ko'rib turganingizdek urug'larimiz sotuvga tayyor va Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidagi urug'chilik sexiga kelgan holatda bemalol Sinozon 73 hamda Xonqay 66-36 avtomobillarni xarid qilishingiz mumkin va albatta xariddan oldin biz mutaxassislarimiz bilan bog'lanishingizni maslahat beramiz. Urug'larimiz maqbul va kerakli sharoitda saqlanishi ta'minlanadi. Ko'rib turganingizdek mana jarayondamiz. Mana shunday plyonka bilan urug'larimiz ustini qoplaymiz va tagi qismi ham mana shunday yog'och bor va urug'larimiz har qanday namgarchilik va yog'ingarchilikdan himoyalangan deb aytishimiz mumkin.